bu velosipedda eng katta minusi bu sizda yo'qligi. O'sha minusni plyusga aylantirish imkoniyati sizda bor. Albatta, Chus Veloda. Velosipedimiz Kalkov, germanskiy brend, 1919-yildan beri velosiped ishlab chiqaradi. Kraskasi Black Matte. Ramasi alyumin, oldi amortizatorli, premium velosiped hisoblanadi. Diskalari polpiramida 2 qavatli, spitsalar nержавейка. Tormoznoy sistemasi gidravlichеский, жидкостli. Покрышкалari Schwalbe Stizen. Farlari Aksiya Fransiyaniki, ключаторli. Avtomatlari Shimano. 9 ta go'shda 27 xil yurib beradi velosipedimiz. Egarlarichi bunaki. Egarlari gellivi. Machalka emas, gel bo'ladi ichi. Italyanskiy Xenium. Amortizatorli. Pedallari Jineya. Charxshatuni Dior Elex. Teshik konteynerli. Charxlari Schlitzer 9 taga 3 ta. Buni qulfini qarangki. Bitta san'at asari bu ham. Liboy joyishni olib borasizda, qulflab qo'yasiz. Hech kim ochib keta olmaydi. Temir bu, plastmassa emas. Bagajlari. Xo'p, hammada savol bo'ladi, oyog'i qani? Oyog'i mana qanoti tagidan ketgan bo'ladi. Juda ham mustahkam. Kim qiziqsa, aloqaga chiqsin. Chiroyli narxlarda qilib beramiz. Bunaqangi velosipedlar faqatgina Chus Veloda. Chus Velo bir qadam oldinda.